apparatni poddasi bo'ldi. Mana boshliq mana shu holatda bo'ldi. Mana mashinaning nomeri. Assalomu alaykum Navoiy akalar, Navoiy ukalar. O'zingizlar tinchmisiz, charchamay ro'zalar tutyapsiz. Mana bizga ham Saidxon apparatlarni olib kelib berdi, Qirg'izistonga olib o'tdi. Торговый sentrga olib kelib berdi. Hozir apparat tushirdik. O'zi olib o'tib chegaradan olib kelib berdi bu yerga. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, Qirg'izistonga olib o'tib, bitta muammo bo'lsa javob beraman aka deyapti. Anchagina yengillik bo'lar ekan Navoiylarga. Qirg'izistonda Торговый sentrdamiz xudo xolisa. Apparatlar qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bo'pti.